Ey hemşirem, sizmi ayol sahabi bo'lalaysiz. Chin qalbingizdan tunji rostchil kishilar to'piga qo'shilib, kuchingizning yetishicha ularning izidan mengishga, ularga o'xshash bo'lishga tirishyapsiz. Chunki siz sahabi kiramlarga o'xshashning eng cho'ng muvaffaqiyat ekanligini obdan bilasiz. Shun ularning hayot haqida texmi ko'p bilimga ega bo'lsamkan deysiz. Balkim ularning beshiga kelganlari sizning va atrofingizdagilarning beshiga kelgan chaqlami bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu chaqlarda siz balkim samimiy nasihatlaringiz va tasallilaringiz bilan atrofingizdagilarning qalbiga umid va ishonch ato qilgan bo'lishingiz mumkin. Ma'lum kunlarning birida sizning beshingizga o'limdan iborat bir sinoq keldi deyli. O'lim hammaylar biladigan, qochib qutulg'ili bo'lmaydigan, yuz berishi aniq bo'lgan bir haqiqat. Abu Talha Ansarining bir balasi bo'lib, bala og'ir kasal tortdi. Abu Talha radhiyallohu anhu uydan chiqib bexiga bordi. U yerdan yenib masjidga bordi. Mushu jarayonda bala vafot bo'ldi. Balaning onasi Ummu Sulaym balani yuyib kepallaydi. Ondan balani yotiqida xuddi uxlab qolgandek holda yotqizib qo'ydi. Abu Talha uyga kelgandan keyin Ummu Sulaymdan "O'g'limchi, nima ish qilyapti?" deb so'raydi. Ummu Sulaym ilgariga qaraganda xeyli aramib qoldi, deydi. Ummu Sulaym erining oldiga dasturxon selib tomoq akeladi. Tomoqdan keyin ayolidan birga bo'lishni talab qiladi. Ayol qabul qiladi. Ikkisi bekor bo'lgandan keyin Ummu Sulaym yo'ldoshiga "Qo'pqin, balin dafn qilgin", deydi. Tong otgandan keyin Abu Talha payg'ambar alayhisolamning yoniga kelib, ayoli bilan orasida yuz bergan ishlarni aytdi. Suyimlik payg'ambarimiz uningga "Sizlar u kechida birga bo'ldinglarmi?" deydi. Abu Talha "Shundoq", deydi. Payg'ambar alayhisalom "Alloh sizlarga barakat bersin" deb duo qiladi. Ummu Sulaym shu kechining va payg'ambar alayhisalomning duoyining barakatida 9 oydan keyin bir o'g'il tug'di. Ummu Sulaym bovoqni tuqqandan keyin yo'ldishini bovoqni eg'izlantirib kelish uchun payg'ambar alayhisalomning yeniga najtal xorma bilan birga avatdi. Payg'ambar alayhisalom avval bovoqning eg'iziga tükirdi. Ondan bovoqni qo'liga ilib Abu Talhaga "Yeningda biror narsa bormi?" deydi. Abu Talha "Najtal xorma bor". Payg'ambar alayhisalom xormani ilib muborak eg'izi bilan chaynab, ondan xormani bovoqning tomg'iga surkab Abdullah deb ism qo'yib berdi. Ey hamshiram, Ummu Sulaymni ajabmi bag'ri qattiq an ekan. Bolasini kepallab qo'yib, shuncha ishlarni qilishga qandoqmi qo'li borgandi deb baholashga hargizmi oldirmang. Uning har qanday bolasini yo'qotgan onaning qalbi azoblanganga o'xshash azoblanganligi ishining. U ana shu azoblarni majburiy besiq turgan edi. Inson haqiqiy iymonga sahib bo'lgan vaqtda iymon u kishini boshqa bir insonga aylantirib qo'ydi. Ummu Sulaym tog'dek iymonga, toshdek sabrga sahib ayol edi. U sabrning azobni yengishning tunji qadami ekanligini obdan biladi. U yo'ldishini yig'lab kutib olsa-mu, baribir balasi qaytib kelmaydi. Erini go'zal tasalli bilan kutib olgan ayolni qandoqmi ayibligili bo'lsin deysiz. Bo'lmag'ur xabarlarni qachonla desa bo'ladi. Muhimi eng avval ketganning emas, yenimizda borining qimmatini bilish. Ba'zi kishilarga Janob Alloh ishlarning hikmatini ko'ralaydigan ko'z ato qiladi ekan. Men taniydigan dadisi doktorxonaga kirib qolgan bir kishi bor edi. U kishining dadisi Ramazon oyida asr azoni chiqayotganda vafot topdi. U qarindishimiz dadisining vafot topganligini shu vaqtda oilasiga bildirmadi, hatto ulardan yushirdi. Ailesi onun bilan telefonda ko'rishib, dadisining ahvolini so'rsa, "Allohga shukr, hech qanday og'riq yo'q", dedi. Sham namozidan yarim soat o'tgandan keyin u oilasiga telefon qilib, dadisining vafot topganligini yetkazdi. Ular dadisining vafotini qabul qilib, bir oz asli kelishgandan keyin u kishining xabarni kechiktirganligidan suyunishdi. Ondan u kishi tuqqanlarga "Men shu chaqda o'zimga dedimki, agar hozirning o'zida bu xabarni yetkazsam, hammalarni ro'zador. Balkim qayg'u yurkiga o'tib ketishi mumkin", deb iftordan keyin deyishni to'g'ri ko'rdim. Qaramamsiz, davrimizda kishining parasti bundoq bo'lgan edi. Payg'ambar alayhisalomni ko'rgan,
vahiy tushayotgan zamonda yashagan Ummu Sulaymning farosati qandoq bo'lmoqchi edi? Ey hamshiram, Payg'ambar alayhisalomning qizi Zaynab Payg'ambar alayhisalomga o'zining yeniga kelish uchun elchi avatdi. Chunki uning kichik o'g'li sakratga tushib qolgan edi. Payg'ambar alayhisalom qiziga elchi avatib, beradiganmi Alloh, oladiganmi Alloh. Hamma narsaning vaqti soati bekitilgan. Sabr qilib Allohdan ajr savob kutgin deydi. Zaynab radhiyallohu anha Payg'ambar alayhisalomga kelish uchun ching turib qaytadan elchi avatdi. Payg'ambar alayhisalom bir to'p sahobalar bilan birga bordi. Bala Payg'ambar alayhisalomning yeniga keltirilganda aran-aran nafas oladi. Payg'ambar alayhisalomning ko'zlaridan taramlab yoshlar sirg'ishqa boshladi. Buni ko'rgan Said ibn Ubada, "Ya Rasululloh, bu nima ish?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom, "Bu Janobi Allohning xoligan bandalarining qalbiga ato qilgan mehr shafqat. Haqiqatan Janobi Alloh rahimdil bandalarga rahim qiladi" dedi. Dadi degan qizga nisbatan Allohdan qolsa eng cho'ng tayanch. Ayol kishi har qancha to'y qilib, ballar bo'lib ketgan taqdirdami, yanala dadisining himoyasidan ayrilmaydi. Bir kichik qizga nisbatan dadining ovozi dunyodagi barliq quluplardan necha bexatar. Bir qiz har qancha cho'ng bo'lib, oila, bola chaqalar bo'lib ketgan taqdirdami, dadisidan oladigan bu bexatarlik tuyg'usiga har vaqt ehtiyojli bo'ladi. Ayolning uylanish, tayinish ehtiyoji asli uning tabiiy inson fitrtida bo'lgan bir ehtiyoj. Lekin Allohning taqdiriga rozi bo'lish, beshiga kelgan musibatga loyiqida javob qaytarish hammaning oldida keladi. Allohning taqdiriga norozi bo'lish o'likni tirildirib, ajalni kechiktirolmaydi, lekin iymonni qo'ldan chiqarib qo'ydi. Ey hamshiram, musibat yetganda yig'lash hargizmi Allohning taqdiriga norozi bo'lish deganlik bo'lmaydi. Dal aksicha mu'minning qalbi nozuk, bag'ri yumshoq bo'ladi. Musibat yetganda yig'lash normal ahvol. Suyimlik payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam navrisini sakratda ko'rib yig'lagan. Halbuki u kishilarning sardori, Allohning taqdiriga rozi bo'luvchilarning eng katta ulgusi turib yig'lagan edi. Yig'lashni hargizmi ojizlik deb qaramang. Musibat yetganda yig'lash odamni yengillatadi. Aksicha musibatni yushirish yoki ichiga ep ketish odamning ruhini bo'g'ib, insonni tugashtirib yutadi. Muhaddis va fiqh olimi Abu Bakr ibn Ayyash mundaq deydi: "Men yosh vaqtimda bir musibatga duch keldim. Qattiq sabr qilgan edim. Ammo majburiy yig'idan o'zimni ep qochdim. Bu ish meni texim azoblab og'ritib qo'ydi. Bir kuni atrofiga xalqni to'plab nashid etayotgan bir arabiyni ko'rdim. U mundaq nashid etayotdi: Chaqirdim yo'ldan o'tgan ikki do'stni. Qani yig'lab manzilda yig'lashinglar. Balkim ko'zlaringlardan oqqan yosh bo'lg'isi dardinglarga davo, qalbinglarga shifa." Atrofdagilardan u kishi haqida so'rsam, uning shoir Zurrima ekanligini aytishdi. Uzoq o'tmay beshimga yana bir musibat keldi. Bu qitim yig'ilgan edim, aram topdim. O'z-o'zimga: "Subhanalloh. Bu arabiy rostilla farosatlik, bilimli kishi ekan" deb ketdim. Qalbi Allohning taqdiriga rozi bo'lgan holda yosh to'kib yig'lashning huzuri boshqacha ekan. Ammo dod faryod to'lab, yoqa kiyimlarni yirtib yig'lash Allohning taqdiriga norozi bo'lganlikning g'azablanganligining ifodasi. Ey hamshiram, Abdullah ibn Abi Sulaytdan rivoyat qilinib mundaq deydi: Abu Ahmad Jahshni qizi Zaynab binti Jahshning jinozasini ko'targan holda ko'rdim. Ammo u amo kishi turib yig'layotdi. Uning yig'laganligini anglagan Umar: "Ey Abu Ahmad, sen jinozadan chekingin. Kishilar qisqanchilikda seni yiqitib qo'ymasin" dedi. Abu Ahmad Umar radhiyallohu anhu ga javoban: "Ey Umar, biz bu qizim sababli ko'p yaxshilikqa erishdik. Uning yendi bo'lish ichimdagi o'tni pasaytdi." Ondan Umar radhiyallohu anhu: "Undaq bo'z ching tutqin deydi." Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ga qayrindishi Utbaning vafot xabari kelganda yig'lab ketdi. Uningga "Sen yig'layotamsan" deyishdi. O degan mening qayrindishim. U payg'ambar alayhisalomning hamroyi.
Mening aslida uningdan burun o'lib, uni savobga erishtirgim bor edi. Allohdan o'zimga sabr, ajr tilayman. Mana bu Janob Allohning odam bolalariga ato qilgan rahmat va iltifotidir. O'z vaqtida Abu Zarga sening bu dunyoda balang qolmag'idek deydi. U bu gapga javoban fani dunyodan elib, baqiy dunyoda saqlab bergan Allohga shukrlar bo'lsin. Abu Bakr radhiyallohu anhu yaqinlaridan ayrilib qolgan kishilarga sabrni tavsiya qilib mundaq deydi. Tasallining ziyni yo'q, qayg'urganning foydasi. Payg'ambar alayhisalomning vafotini ko'z oldingizga keltiringlar. Shu chaqda musibatinglar kichiklaydi. Ash'as bin Qaysning o'g'li vafot topganda Ali ibn Abu Talib uningga sabr qilishni tavsiya qilib mundaq degan. Ko'nglingning yerim bo'lishi qalbingda rahmatning borligidan. Sabr qilsang, Alloh sana o'g'lingning o'rnini to'liqlab beradi. Beshingga kelganlarga sabr qilsang, ajrga erishsan. Agar Allohning o'rlashtirishiga norozi bo'lsang, gunohkor bo'lasan.